Assalomu alaykum, dehqon akalar, yaxshimisizlar? Ana Buxoro viloyati Romitan tumani Ozod fermer xo'jaligi rahbariman, Bahriddin Teshayev. Ana shu Green Life kompaniyasining Toro navdagi urug'dan ekkanman. 6 yildan beri shu urug'dan ekaman. Toro, Simon, Hunter. Shu Toroga ishqibozman. Ana shu dalamizga 7 gektarlik dalamizga Toro ekkanman. Ana ko'rib o'tiribsizlar. Ana ko'ringlar, ana barglarini, so'talarini, ana ular endi bu changlanish davriga, gul davrida endi ular bu qalinligi ham bir 40 santimetrdan oshadi-da bu kattaligi o'sha ularni. Asani buni agrotexnika nimasini vaqtiga qilish kerak. Shu vaqtiga qilsangiz agar ana bu payt ana shu poyaga oladi, hamma oziqani keyin beraveradi. Bo'shog'iga, buyiga faqat bu yoqqa sug'orasiz. Ana shu payt gullanish davriga o'zi, changlanish davriga tagiga nam bo'lishi kerak-da, sug'orish kerak, namlik doim bo'lishi kerak. O'shanda bo'yi ham o'sadi, bo'shog'i ham katta bo'ladi-da, so'tasi ham. Yo'q, men ana Green Life kompaniyasi, men juda roziman. Urug'lariga gap yo'q. 6 yildan beri ekamiz. Men eng kam olgan tonnam 70 tonnadan ortiq olganda, men eng ko'p olgan 86 tonna, 87 tonnagacha olganman. 1 gektaridan-da, 1 gektar maydondan 87 tonna, 86 tonnagacha olganman. Endi Xudo xolasa bu endi shu yil juda issiqga, juda qattiq mehnat qildik. Men bir 90 tonnani kutibman, sal qochirmasa agar. Lekin shu 80 tonnadan oshiqda, 85, 86, 90 tonnagacha beradi. Anaqa yana o'zim ko'rib o'tiribsiz-ku. Bo'ylari biz hozir bir chetdaroqqa o'tiribmiz, o'rtalariga 4 metrdan ham oshganda, ana shuna ko'rinadi. Ichkariga kirishning iloji yo'q. Shu maksimum 3,5-4 da bo'ylari. Yo zo'r, gap yo'q urug'ga. Mana barglarini qarang. Kattaligini. Men shu yil, lekin shu yil barglariga juda nima qildim-da. Barglari ham katta bo'lib, oziqani ham endi berdik. O'zimiz ustiga o'tirib qaradik.